agar hadeb boshinglar og'riversa, har xil tabletkalar ichib og'riqni to'xtatolmayotgan bo'lsanglar, ikkita mushakni ko'rsataman. Bu mushak bilan bir kunda 3 minutgina ishlab, bosh og'riqlarini ancha qoldirsanglar bo'ladi. Birinchisi, bu bosh og'riqni eng ko'p ortadigan kurakni ko'taradigan mushak. Bu sal yaqinroq olib keling, kamerani. Olib keling. Mana bu kurakni bu yoq qirrasidan tepaga chiqib, boshi ensa qismiga ulanadi. Shu joyda sekin bosib chiqasizlar. Og'riqli joyini topib, ozgina qattiqroq bosib og'riryaptimi? Og'riryapti. Bosib chiqasizlar. Eng og'riqli nuqtani topib, 30 sekund davomida qo'l bilan bosib turiladi. Ikkinchisi, bundan ham qolmasa, bizani rumsimon mushaklarimiz bor. O'tda ham sekin bosib ko'rasizlar. Eng og'riqli nuqtasini topib 30 sekund davomida bosib turiladi. Agar yirikroq odam bo'lsa, oson usuli bor. Tirsaklarni olasizlar, 90 gradus burchak ostida bosib turasizlar. Bu mushaklarga triggerlar qo'yib olsa, bosh og'riqlari ancha qoladi. Podpisatsiya bosinglar, bundan ham qiziqroq videolarni kuzatib boringlar.